Assalamualaikum. Mening ismim Gülistan. Yaponiyada yashayman. Men bugun inim Asqar Bakri to'g'riliq guvohlik bermoqchi. Bu mening inim Asqar Bakri. Bu yil 22 yosh. 1997-yili 11-oyning 28-i tug'ilgan. Mening inim 2017-yili tutib ketilgandan keyin hech qanday aloqamiz yo'q, aloqamiz uzilib qoldi. Qachon tutib ketganini aniq vaqtini bilmayman. Ben hazır şu vaqtda anlaşımca Ürümçidagi bir lagerda tutib turilganligini anglagan edim. Hazır hech qanday izlerigi yo'q. Men bu inimning daral qo'yib o'tishini talab qilaman. Minasan konnichiwa. 今日私の名前はグリスタンエズズと申します。今日私は自分の弟アスカル・バキリのために証言を行います。私の弟アスカル・バキリ、1997年1月28日生まれ、現在22歳。彼が2017年にウルムチ在住の時に中国政府から不当に拘束され収容所に入れられています。それ以来彼の消息はわからない状態です。私は中国政府から即弟ほか無実のウイグル人を即釈放することを求めます。